O'zbekistonda yangilik do'stlar, endi-chi tutatib, tandir qilib nima qilish shart bor do'stlar. Sizlar uchun Xitoy tandirlari keldi do'stlar, ya'ni elektriskiy tandirlar. Bunda shirmon non, patir non, navoiy non, любой nonni qilsa ham bo'ladi, pishiriqlar qilsa ham bo'ladi. Maxsus o'zini ichida do'stlar, tak, ko'taring. G'ishi bor do'stlar, agni uporni g'ish qo'yilgan. Har bittasiga do'stlar g'ishni ko'ryapsizlar. G'ish ham do'stlar Xitoydan kelgan. Bemalol o'sha tandirni ichidagi quvvatini beradi. Xudo xohlasa sizlar uchun cho'tki obzor bo'ladi. Videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, like qo'yib qo'yinglar. Ikki xil tandirimiz bor. 380 da ishlaydi, faqat tok baquvvat bo'lish kerak do'stlar. Mana shu ikkitalik eshikligi bor do'stlar, bitta eshikligi bor do'stlar. Bitta eshikligi bitta pishirgandan katta tandir, bitta kandirda pishiradi. 380 da ishlaydi do'stlar. Elektronik upravleniyasi, endi upravleniyasini o'zi nima qilib berishadi, o'sha temperatura nimani, shu noningizga, nimangizga, pechingizga qarab turib qo'yib bersangiz, o'zlari nima qilib berishadi. Xudo xolasa, o'zini og'irligi do'stlar 700 kg bo'ladi do'stlar. 380 ga ishlaydi, 18 kW elektr energiya sarf qiladi. Toza Xitoydan material do'stlar. Xudo xolasa, buni narxi do'stlar $1350 do'stlar. Ikkinchisi bor. Bunisi ikkitaligi, xuddi shuni ikkitaligi do'stlar. Mana pushkasini qo'ysinlar mana. Mana bu ikkitaligi. Bittasi pishayotgan payt, bittasini olayotgan payt ikkinchisini olsiz bo'laveradi, shunisiga ketmaydi. Bunisida ishlab chiqarishi ko'proq qilsa ham bo'laveradi. Sabab bunda bitta ochasiz, pishirasiz, yana boshqatdan qizdirish kerak. Bunisini qizdirayotgan paytda bunisini olaverasiz, almashishni hisobiga bunda ko'proq bo'ladi. Toza Xitoyning materiali. Bunisi ham do'stlar, bu tak, og'irligi 1000 kg, 1 tonna to'g'risi. Rasxoti do'stlar 22 kW buniki. Narigi 18 bo'lsa, buniki 22. Buni narxi do'stlar $6000 do'stlar. O'zi bahaybat kattaligini ham ko'rasizlar. Xudo xolasa, bu Xitoy mahsuloti do'stlar, qo'shimcha g'ishlari ham beriladi. Mana agniuporni g'ishlari yerda ham turibdi. Mana agniuporni qo'shimcha o'zining g'ishlari ham bor do'stlar. Xo'p, bundan tashqari yana o'zimizni haligi tutunli tandirlarimiz bor. Bu ham xudo xolasa o'zimiz chiqarilyapti. Buni mana pizza oven haligi arabcha nimalar, pide, medelar pishirmoqchi bo'lsalar, nima qilasizlar? Gazga ulanadi, propanga, metanga ulasa bo'laveradi. O'tinda menimcha bu ishlamasa kerak. O'tinda ishlamaydi bu. Yo'q, o'tinda ishlamaydi. Sabab arabcha nimalar, endi arablarda gaz simidan-ku. O'shuning uchun haligi arabcha nonlarni shunda pishirsa ham bo'ladi. Ikki tomondan propan yo metan ushlaysa. Xudo xolasa, buni sotiladigan narxi bizda nech pul bo'lyapti hozir? $1250 do'stlar, yoziladigan narxi. 4 ta baloni bor. U yoqdan bu yoqdan u yoqqa bemalol yetib borasizlar. Do'stlar, o'zimizni tandiri, arabcha tandir kerak bo'lsa yoki Xitoy tandir kerak bo'lsa, pastda raqamini qoldirdim, aloqa chiqaverasizlar.